Butun O'zbekiston og'ziga tushgan Ashxobod sayilgohining 7 yoshli tug'ilgan kunida qilingan 2 metrli tortimizni tarixini hozir sizlarga gapirib beraman. Bu proyektni 5 ta konditerlar ichidan aynan bizga ishonib topshirishdi. Lekin bizda bu proyektni amalga oshirish uchun atigi bir haftagina vaqtimiz bor edi. Va men birinchi bo'lib bu sohada o'zini ustasi bo'lgan ustozim Dilapamga darhol murojaat qildim. Ular rozi bo'ldilar va biz ishni boshladik. O'zi ham 2 kun uxlamasdan mehnat qildik. Birinchi uxlamagan kunimiz maketimizni qopladik. Bunda bizga Dilapamni farzandlari ham katta yordam berdi. Bizani yana bitta katta ish kutib turardi. Bu tortimizni uyga eson-omon yetkazib borishimiz kerak. Amallab tortimizni ortib sexga olib keldik. Endi navbat tortimizni bezak qismiga kelgandi. Bu ishda menga Feya oilasining qizlari juda katta yordam berishdi va biz 2 kun ichida bu tortni chiroyli qilib tayyor holatga keltirdik. Bu orada esa qizlarimiz tortimizni haqiqiy yeyiladigan qismlarini tayyorlab turishdi. Diametri 25 sm, og'irligi esa 6 kg oshib chiqadigan 16 ta tort tayyorladik. Bu tortlarimizni qoplash uchun bizda juda ham kam vaqt qolgandi. Shu sababdan yana Dilapamdan yordam so'radim va ularning apparatlarida bir pasta mastikalarni yoyib, tezda tortlarimizni hammasini qoplab tashladik. Aynan shu kuni ertalab 6 gacha uxlamaganmiz va biz ustozim bilan bu ishni uddaladik. Menga juda ham katta yordam bergan Dilapamga, ustozimga kattakon rahmat aytaman. Ularsiz bu proyektni amalga oshirish juda qiyin bo'lardi to'g'risi. Va biz buni butun oilamiz bilan, yaqinlarimiz bilan uddaladik va buyurtmamizni o'z egasiga topshirdik. Oradan 3-4 soat o'tib esa bizga mana shunday xabar keldi. Bu haqda esa keyingi resimda gapirib beraman. Shu tortni nech pulga qilib berdi deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiring.